Bunda motor degan narsa bor. Ishda eshak bordi bunda. So'zlari yo'q, go'yo nomlari bor, lekin o'zlari yo'q. Balki senga aytgani so'zlari yo'q, balki turgani ko'rgani. Mashina baradan. Nima oldi? Qarri yaxshimisan? Oho, bunga kimdir o'tiradimi o'zi? Bu вообще-ku. Necha yil pul yig'ib olgan arabang shumi? Bunda motor degan narsa bor. Ishda eshak bordi bunda. Batidan kerak emas bizga, mana qara. Tozamidi o'zi? Puliga bitta veylik olib, mazza qilib minib yursang yaxshi edi bundan ko'ra. Chiqib davom itarib yurmasak bo'ldi-da shu mashinasini. Zato peshkon emasmiz-ku. Kreditga olinmagan. 5 yil deganda oldim-da. Qo'yil lekin. Pulliq bo'lsin. Qarasa men xohlagan mashinadan olibdi-da. Esingdan yoshligingda sen ham niyat qilarding. Men ham вообще cho'tga havas qildim. zo'r lekin. Cho'tki. Yaxshi. Xudo xolasa ana shu 4 ta baloning mendan do'st. Qishga mazza qilmagin. Bitta chixol poliklar mendan bo'lmasa do'stim, adushi. Yaxshi qilsan olib. Zato oilangga yarab turadi. Xullas jigar, yaxshi kunlaringga buyursin. Xudo xolasa bundan zo'rlarini olsin. Adushi do'stim, tabriklayman. Boringlarga shukur. Mana bilamiz poyezdda bo'lsa ham qanchasi haqiqiy do'stlar bor. Ishonamiz bir kun topiladi baribir haqiqiy do'st deb do'stlar bor. Shunchaki do'st bor degan gap ham umid qilamiz rost deb do'stlar bor. Doimo o'ylashgan bir-birini faqat hikoyalarda do'stlar bor. Balki ular ham do'st toptarib sarson soyalarda do'stlar bor. Bir-biriga aka-ukadek misoli uzukka ko'zdek ovunamiz deb. Shunchaki bizlarni do'stligimizga tekkan ko'z deb do'stlar bor. Asti shubha yo'q chunki bu haqda filmlar olishgan do'stlar bor. Gaplarni gapirib keyin shunchaki gapni